Everyone, barchangiz. YouTube kanalimga yana bir bor xush kelibsiz. Bugungi videoda 2026 yilgi Toyota Camry Hybrid haqida batafsil ma'lumot beraman. Agar siz yoqilg'i tejamkor, naviy va ishonchli sedan izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model siz uchun juda qiziqarli bo'ladi. 2026 Toyota Camry Hybrid o'zining zamonaviy dizayni, yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari va ilg'or gibrid texnologiyasi bilan ajralib turadi. U Toyotaning yangi avlod gibrid tizimi bilan jihozlangan bo'lib, benzin dvigateli va elektr motor birgalikda ishlaydi. Bu esa avtomobilga kuchli tezlanish bilan birga juda kam yoqilg'i sarflash imkonini beradi. Avtomobil 2,5 litrli 4 silindrli benzin dvigateli hamda elektr motor bilan jihozlangan. Gibrid tizimning umumiy quvvati taxminan 2025 ot kuchini tashkil etadi. AWD, ya'ni to'liq uzatmali versiyada esa quvvat taxminan 2032 ot kuchiga yetadi. Elektron boshqaruvli CVT transmissiyasi silliq va qulay haydashni ta'minlaydi. Yoqilg'i tejamkorligi Camry Hybridning eng katta afzalliklaridan biridir. Haydash uslubiga qarab o'rtacha 100 kilometrga taxminan 4,5 litr atrofida benzin sarflaydi. Bu esa uni kundalik foydalanish va uzoq safarlar uchun juda iqtisodiy tanlovga aylantiradi. Tashqi ko'rinishi yanada sport uslubida ishlab chiqilgan. Keng radiator panjarasi, o'tkir shakldagi LED faralar, zamonaviy kunduzgi chiroqlar, aerodinamik kuzov va chiroyli qotishma disklar avtomobilga zamonaviy ko'rinish beradi. Salon yuqori sifatli materiallardan tayyorlangan. Keng ichki makon, qulay o'rindiqlar va zamonaviy texnologiyalar haydovchi hamda yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi qulaylik yaratadi. Markaziy panelda katta sensorli multimedia ekrani, raqamli asboblar paneli, siz Apple CarPlay va Android Auto, Bluetooth, USB-C portlari hamda simsiz telefon quvvatlash funksiyasi mavjud. Yuqori komplektatsiyalarda panoramali tom, charm o'rindiqlar, old va orqa o'rindiqlarni isitish, ventilyatsiya, 2 yoki 3 zonali iqlim nazorati, premium audio tizimi va elektr sozlanadigan o'rindiqlar kabi qulayliklar ham taklif etiladi. Xavfsizlik masalasida 2026 Camry Hybrid Toyota Safety Sense tizimining eng yangi versiyasi bilan jihozlangan. U avtomatik favqulodda tormozlash, piyoda va velosipedchilarni aniqlash, adaptiv kruiz nazorati, bo'lakda ushlab turish yordamchisi, yo'l belgilarini aniqlash, ko'r nuqtani kuzatish, orqa tomondan harakatni ogohlantirish, avtomatik uzoq va yaqin chiroqlarni boshqarish hamda old va orqa park sensorlarini o'z ichiga oladi. Haydash sifati juda sokin va qulay. Elektr motor tufayli avtomobil past tezliklarda deyarli shovqinsiz harakatlanadi. Rul boshqaruvi aniq, osma tizimi esa notekis yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi. Shahar ichida ham, magistral yo'llarda ham Camry Hybrid o'zini juda yaxshi namoyon etadi. Bagaj hajmi oilaviy foydalanish uchun yetarli bo'lib, kundalik yuklar va sayohat anjomlarini bemalol joylashtirish mumkin. Hybrid batareyasi avtomobil ichki joyiga deyarli salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Toyota Camry tizimlari uzoq muddatli ishonchliligi bilan mashhur. Batareya uzoq xizmat qiladi va ko'p mamlakatlarda unga ishlab chiqaruvchi kafolati ham taqdim etiladi. Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ko'plab boshqa gibrid avtomobillarga nisbatan hamyonbop hisoblanadi. 2026 Toyota Camry Hybrid kimlar uchun mos? U oilalar, ofis xodimlari, taksi xizmatida ishlovchilar hamda yoqilg'ini tejashni istaydigan har qanday haydovchi uchun juda yaxshi tanlovdir. U qulaylik, xavfsizlik, naviy texnologiyalar va past ekspluatatsiya xarajatlarini bir avtomobilda jamlagan. Xulosa qilib aytganda, 2026 Toyota Camry Hybrid o'z sinfidagi eng muvaffaqiyatli gibrid sedanlardan biri bo'lib, kuchli unumdorlik, to'g'ri ishonchlilik, zamonaviy dizayn va ajoyib yoqilg'i tejamkorligini taklif qiladi. Agar siz uzoq yillar xizmat qiladigan, qulay va iqtisodiy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, bu model albatta e'tiborga loyiq. Kanalimga albatta obuna bo'lishni unutmang va har kuni yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham bosishni unutmang.